Assalomu alaykum do'stlar. Messining rekordi, Haaland va Mbappening dubllari, Jahon chempionatining bugungi asosiy o'yinlari haqida gaplashamiz. Video oldidan like bosib qo'yishni ham unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Unda birinchi o'yin Senegal-Fransiya o'yini va barchamiz kutganimizdek Senegal-Fransiya o'yini bu o'zgacha yuqori tempdagi va o'zgacha bir o'yin bo'lishini kutgandik. Ya'ni yorqin o'yinlardan, Jahon chempionatining yorqin o'yinlaridan biri sifatida kutgandik. Va shunday o'yin bo'ldi ham. Ya'ni Senegal-Fransiya o'yinida statistikalar va hisob bu yuqori darajadagi Fransiyaning ustunligini ko'rsatadigan bo'lsa, lekin asli o'yinga keladigan bo'lsak, birinchi bo'limda Senegal anchagina ustunlikka ega bo'ldi. Ya'ni to'liq bo'lmasa-da, ammo ikkinchi bo'limga kelib, barchamiz kutganimizdek shu Fransiya o'zining ustunligini qo'lga oldi. Ya'ni bunga asosiy faktorlardan biri Fransiyada o'yinni yakunlovchi va o'yin taqdirini hal qiluvchi o'yinchilarning ko'p bo'lgani. Ya'ni bularga misol albatta Mbappe. Mbappe o'yin davomida 2 ta gol kiritdi va o'yin taqdirini bir tarafdan olib qaraganimizda hal qildi. Ammo ya'ni umumiy olib qaraydigan bo'lsak, o'yinda o'zi Senegalning yagona goliga Mbaye mualliflik qilgan bo'lsa, Fransiya tomonidan esa Barkalya va Mbappe dubl qayd etdi. Ya'ni Barkalya gol urdi, Mbappe esa dubl qayd etdi. O'yinning eng yaxshi o'yinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, bu Olise bo'ldi. Va ko'pchilik hayron qolgan bo'lishi aniq, chunki Olise gol urmadi. Hattoki statistikalarga qaraydigan bo'lsak ham Olise bittagina assist qilgan. Ya'ni o'yinni butun olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni hattoki Mbappening ikkinchi goliga ham Olise assist bergandek ko'ringandi. Lekin adashmasam u yerda senegallik futbolchiga rikoshet bo'lgan holatda menimcha Mbappe'ga to'p yetib kelgan va shu sababli balki Olisening nomiga assist yozilmagan, ammo Mbappening 3-goli bu o'zgacha gol bo'ldi. Olise'ga to'xtaladigan bo'lsak, Olise o'yin davomida juda yorqin o'yin ko'rsatdi. Ya'ni uni Mbappe'ga yo'llagan paslari o'yin davomidagi Mbappe'ni 1-2-3 marta birga bir vaziyatlarga ham chiqarib yubordi. Ya'ni bu Olise juda o'zini vazifasini yuqori darajada epladi deb o'ylayman va Olise'ga shu sababli ham o'yinning eng yaxshi o'yinchisi maqomi berilgan bo'lsa kerak. Norvegiya Iroq va o'yin oldidan ham Norvegiya o'yindagi favorit edi va bu hisobda ham ko'rinib turibdi. 4-1 hisobida Norvegiya Iroqni mag'lub etdi. Ammo ikkinchi bo'limning boshlarida Iroq anchagina qo'shdi va Iroq anchagina o'sha vaqt davomida yaxshi o'yin ko'rsatdi. Iroq ko'plab hujumlar amalga oshirdi, ammo Norvegiyaning himoyasi va Norvegiya darvozaboni ham pand bermadi. Va o'yinda Haaland dubl qayd etdi va bilmadim, ko'pchilik Haalandni o'zining o'sha jahon chempionatidagi to'plarlar ro'yxatiga qo'shmadi. Bilmadim nega. Menimcha buning asosiy sababi o'sha Norvegiyani ko'proq, ya'ni jahon chempionatining yuqori bosqichlariga chiqa olmasligi ham bo'lishi mumkin. Lekin agarda Norvegiya o'tgan turnirdagi Marokashning sensatsiyasini qaytarib, agarda Norvegiya bu safar shu yarim final yoki chorak finalga chiqib qoladigan bo'lsa, Haaland juda ko'plab gollar urishi mumkin va hattoki Haaland jahon chempionati, bu safargi jahon chempionati to'prariga ham aylanishi mumkin. Va uning raqobatchisi albatta Mbappe bo'lsa kerak. Mbappe ham bugun dubl qayd etdi. Xo'p, shunday qilib Norvegiyaning eng asosiy jihatlaridan biriga o'tadigan bo'lsak, bu Norvegiyaning birligi, Norvegiyaning birlashib o'yin tempini boshqarishi juda ajoyib bo'ldi, juda o'zgacha bo'ldi men uchun. Va Norvegiya ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'zi skandinaviyaliklar ko'plab gollar urishyapti va katta hisobda, yirik hisoblarda o'yinlarni hal qilishyapti. Ya'ni bunga misol Shvetsiya ham Tunisni 5-1 hisobida mag'lub etdi. Bugun bo'lsa Norvegiyaning Iroqni 4-1 hisobida mag'lub etishi ajoyib
O'yinning eng yaxshi o'yinchisi esa Erling Haaland bo'ldi. Albatta, shubhasiz menimcha bu sovringa loyiq edi. U ikkita gol urgan bo'lsa, dubli ham o'z pozitsiyasini to'g'ri tanlashi, raqib jarima maydonchasi ichida pozitsiyasini to'g'ri tanlashi juda o'zgacha. Ya'ni ikkita gol ham pozitsiyasini to'g'ri tanlashdan sodir bo'ldi. Argentina Jazoir va o'yin oldidan o'sha favorit aytilganda, albatta Argentina aytilgan ko'pchilik tomonidan va Argentina buni hisob ham aytib turibdi. Ya'ni Argentina 3-0 hisobda Jazoirni mag'lub etdi va ammo o'sha statistikalarga yuzlanadigan bo'lsak, to'plar nisbati va ko'plab mezonlar bo'yicha Jazoir ustunlikni qo'lga olgan. Va buni aytadigan bo'lsak, Argentina o'yin tomonlama va Argentina o'zining vaziyatlaridan to'g'ri foydalanishi va Jazoirning himoyasining sustligi, ya'ni o'yinni shunchaki ko'rsatib beradi bular. Va Argentinada o'sha Messi performansi ham anchagina katta rolni egalladi. Messi shu yoshida ham yana lider, Argentinaning lider ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Messi hat-trick qayd etdi va Messi Jahon chempionatining mutlaq to'purari degan nomni hozirda Klose bilan bo'lishib turibdi va Klose ham 16 ta gol qayd etgan. O'yin oldidan Messida 13 ta, Mbappe'da 12 ta edi va qaysi biri birinchi bu rekordni yangilaydi degan narsa oldinga surilgandi va Messi buni uddaladi, ya'ni rekordni takrorladi. Ammo keyingi o'yinlarda Messi buni mutlaq o'ziniki, mutlaq Messining o'zining rekordiga aylantirib olishi mumkin. Albatta shu kabi mezonlar va o'yinning eng yaxshi o'yinchisi albatta Messi bo'ldi va Messi bunga loyiq bir tarafdan. Siz ham bugungi o'yinlar va o'zimizning o'yin haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Shunday qilib, bugungi dasturimiz ham yakunlanmoqda. Agarda dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.